Vaqt mashinasi 1984 18-qism. 1941-yil aprel Moskva Kreml. Taqir-tuqir tosh yo'ldan kelgan qora mashina Kremlning Spassk minorasi qarshisida to'xtadi. Avtomobildan tushgan Tamara Kreml ichidan chiqqan ikki askar yo'ldoshligida asosiy binoga qarab yo'l oldi. Tamara kirgan kabinetning devorlari emandan ishlangandi. Unga peshvoz chiqqan dumaloq ko'zoynakli odam arman tilida ayollarni olqishlovchi jumlalar aytdi va kavkazcha mulozamat bilan mehmonning qo'lidan ushladi. Bu Xalq komissarlari kengashi raisining o'rinbosari Lavrentiy Beriya edi. Toshkentda mushkul ahvolda qolganingda senday artistga loyiq muomala qilishlarini iltimos qilgandim shogirdlardan. O'shanda ancha band edim. Tbilisi garkom sekretari edim. Mana endi sen bilan yaqindan tanishishimiz mumkin. Yemak payti bo'libdi. Hinkali yemaganingga ancha bo'lgandir. Bugun tiflislik oshpaz mahoratini ko'rsatadi senga. Tamara va Beriya narigi xonadagi to'kin dasturxonga o'tirishdi. Mamlakatda ochlik va muhtojlik hukm surardi. Ammo Kreml mulozimlari xuddi All Inclusive restoranidagi kabi hashamat ichida yashashardi. Marg'ilonlik Tamara aslida hinkalidan ko'ra Uyg'ur mantisini ko'proq yaxshi ko'rardi. Stalin partiyasiga a'zo bo'lganmisan deb so'radi Beriya. Tamara xonim yo'q deb javob berdi. Unda bu tarixiy xatoni tuzatish kerak. Sen albatta partiyaga kirishing kerak dedi Beriya. 1984-yil Chuqursoydagi ruhiy kasallar klinikasi. Oldingi boblarda aytib o'tganim jinnixonada ovqat tarqatadigan mo'ylovli amaki haqida ko'proq to'xtalsam. Umuman har bir personaj haqida o'quvchida chuqur tasavvur bo'lgani yaxshi. Chunki bu personajlarning har biri insoniyat tarixida ilk bor kuzatilayotgan hodisa teleportatsiya yo'li bilan vaqt orasida safar qilish eksperimenti rivojiga hissa qo'shishardi. Ruhiy kasallar klinikasida sanitar bo'lib ishlaydigan bo'yi devdek, qo'llari ketmonday mo'ylovli amaki 56 yoshda. Sotvoldi Sariteginov. Ota-bobosi Qoplonbeklik qozoqlardan. Jinnixonada uning ism familiyasidagi bosh harflardan kelib chiqib SS deyishardi. Qassobning doktor o'g'li. Sotvoldi akaning o'zidan eshitaylik. Otam rahmatli Keles bozorida mol olib sotardi. Qassoblik ham qilib turardi. Sotvoldi bolam doktor bo'lsa deb orzu qilardi. O'qishga zehnim yo'qligi uchun Tashmiga kira olmasligimni o'zim ham bilardim. Medutchilishida feldsherlikka o'qidim. O'qituvchilarga otam yuborgan qazi chuchuqlarni olib borib, amallab zachotlarni yopdim. Berib oxirida diplom oldim. U paytda diplomsiz odamning shaharda qolib ish topish qiyin edi. Ishni bitirgan paytda направление berardi. O'qish yuborgan joyga borib kamida 6 oy ishlagandan keyin diplom qo'lga tegardi. Menga Dehqonobod kasalxonasiga yo'llanma tushdi. Onam yig'ladi. Bolam yarim yovvoyi odamlar yashaydigan tog' toshlarda xor bo'ladi deb. Bitta doktor har hafta otamdan so'r go'sht olib ketardi. So'r go'sht shavla bilan moshkichiriga yaxshi ketadi. O'sha doktor vokzal yonidagi jinnixonada ishlarkan. Sanitar qilib ishga joylashtirib qo'yaman. Keyin diplomni olsa boshqa joyga ishga kirib ketaveradi dedi. 2 kilo so'r go'shti, yarim kilo jigar, yarim kilo quyruq va 4 ta qazi evaziga jinnixonaga sanitar bo'lib ishga kirib oldim. Avvaliga o'rganib ketishim qiyin bo'ldi. Shunda bir doktor menga, sen bu jinnilarga odam deb emas, mikroskopdan ko'riladigan qurt qumursqa deb qara. Shunda ishing oson bo'ladi dedi. Aslida maslahatning zo'ri ham shu bo'lgandi. Diplom qo'lga tekganidan keyin otam 16-gorbolnitsaga medbrat qilib joylamoqchi bo'ldi. O'zim unamadim. Jinnixonada ishlashga o'rganib qolgandim. Maqtanish emas, liboy jinnini ko'zidan bilaman. Yangi oy chiqqanida quturadiganlari bor, mavsumda avj oladiganlari bor. Xullas jinnining turi ham ko'p. 11 yil oldin Chuqursoydagi jinnixonaga perevod qilishdi. Oyligiga nadbavka bor. Chunki pashti turma rejimidagi klinika.
Sovet hukumatini ontarib, O'zbekistonni ajratib olaman degan politicheskiy ziyqlarni shu yerga olib kelib sindirishardi. Zig'ir yog'iga qo'shib uriladigan bir ukol bor. Odamni sabzavotga aylantirib tashlaydi. Ko'chaning bolalarini ham rastreldan qutqarish uchun shu yerga olib kelishadi. Ko'chani odami desa xursand bo'laman. Ular apshakdan gret qiladi. Tashqaridan xatbat, pasilka kiritsa 3-4 so'm menga ham berishadi. Yana 4 yil ishlasam pensiyaga chiqaman. 2 qizimdan qutulganman. Shu kenjam qutti qizni uzatsam bo'ldi. Sarpasi hali to'liq komplekt bo'lmadi. Onasi javraydi har kuni. Moskva, Kreml, 1941-yil aprel. Dunyoning 6dan 1ni tashkil qilgan mamlakat xavfsizligi, qurol-yarog' sanoati uchun mas'ul bo'lgan qudratli erkak olis Marg'ilondan kelgan raqqosa bilan hinkali yeb o'tiribdi. Xonaga sassiz kirib kelgan adyutant Lavrentiy Pavlovich olib keldim deb doklad qildi va qo'lidagi konvertni stolga qo'yib chiqib ketdi. Lavrentiy Beriya qo'lini sochiqqa artib, konvert ichidan qizil charm muqovali guvohnomani oldi. Bu Tamara xonimning BKPga a'zolik guvohnomasi edi. Azizam Tamara Artyomovna, oldin chor davrida imtiyozli sinflar bo'lardi. Podsho oilasi a'zolari, kibor va aslzoda pomeshchiklar. Hozir shukrki ular yo'q. Hozir eng imtiyozli odam aslzoda kim bilasanmi? Partiya a'zosi. Kecha bir nemis polkovniki bilan gaplashdim. Ularda ham Germaniya Milliy sotsialistik partiyasiga a'zo bo'lganlar aslzoda maqomida ekan. Siyosatdan xabaring bo'lsa, yaqinda Molotov borib uchrashib keldi. Nemislar dohiysi Gitler bilan. Ularning g'oyasi yoqdi menga. Bir dohiy, bir xalq va bir kelajak. Ularning dohiysi Gitler. Bilasan, Gitler Britaniya imperializmiga qarshi kurashmoqda va Gitler SSRning do'sti. Bizning dohiymiz esa Stalin. Sen bugundan boshlab Stalin partiyasiga a'zo bo'lding. Stalin degan so'zni eshitishi bilan Tamara o'rnidan turdi. Beriya kelib Tamaraga partiya biletini topshirar asnosida raqqosaning lablaridan so'rib o'pdi. Lavrentiy 42 yoshda, Tamara esa 35 yoshda edi. Toshkent 1984-yil may. Rassomlar uyushmasi ko'rgazmalar zali yerto'lasidagi restoran. Shampan vinosi ta'sirida yuziga qizil yugurib, ancha o'zini erkin his qilib ko'zlari chaqnagan Irina o'tgan juma kuni kelajak fiziklardan olgan topshiriq haqida so'z ochdi. Chuqursoydagi yopiq klinikada qolayotgan fizik olim Titi bilan aloqa o'rnatish so'ralgan edi. Kelajak fiziklarining aytishicha, 1984-yilda teleportatsiya uskunasini yasab ishlata oladigan yagona odam Titi edi. O'g'il kiyik sariyog'li qora non parchasi ustiga bir qoshiq qora ikra qo'yib pichoq bilan tekislab Irinaga tutdi. Qora non, sariyog' va qora ikra eng yaxshi afrodiziak. Zalda qora qum degan qo'shiq yangrar, o'z g'orlarida o'pishib, so'rishib bo'lgan erkak u xotin alohida ko'tarinkilik bilan sheyk degan raqsga tushishardi. 70larda Yevropada urf bo'lgan sheyk 80larda ittifoq yoshlari orasida mashhur bo'ldi. Raqs inglizcha sheyk, ya'ni chayqalish, qilpillash ma'nosini beradi. Ayron qilinadigan kuvi ichida yog'och o'qlovni qanday qilpillatsangiz, sheykka tushayotgan odam ham shunaqa qimirlaydi. Bu raqs texnik jihatdan twist va tangodan-da osonroq bo'lgani uchun taxta sklad qorovuli Absatdor ham bemalol sheykka tushaveradi. Baloqi 30 sm shim va Hind kinosidagi ratish kiygan hinorrang temir tugmali fikon ko'ylak kiyiladi. Ko'ylakning tepadagi 3 ta tugmasi atay qadalmaydi. Bo'ynidagi temir zanjirga osilgan lezviya shaklidagi yaltiroq qo'lon ko'rinib turishi kerak. Bu ansamblni uchi bikizday qoralaq tufli to'ldirardi. Sho'x shaddod kuy ohanglarida qora qum deya baravariga kuylab raqsga tushayotgan o'g'il kiyik Irinaning qulog'iga jinnixonaga
keldiyorni yuboramiz deya shivirladi. Siz rassom Shuhrat Bobojonning Vaqt mashinasi 1984 audio kitobi 18 qismini tingladingiz. Davomi bor.